Mana bu narsani ko'rib qoldim. O yoshligimizda bo'lardi. Nimalarni esimga savordi bu. Ya'ni shar bo'lardi, bitta kattasi bo'lardi, o'shanisini chiqish uchun o'ynardik. Eslaringizga tushdimi shunaqa ko'pgina sharlar ilinib turadigan. Endi buni eslash uchun kamida 35-40 yoshlilar eslaydi. Hozirgilar eslalmaydi buni. Xullas, o'ynash 1000 so'm ekan. O'rtacha kattalikdagisi chiqdi. Bu sharni nima qilamiz endi? Take please. Ey. Lekin mehmonxonani udari. Mehmonxonani вообще udari. Yorib yoribdi mehmonxonani. Ichkarisiga bir kirib chiqsammikin? Ha, qo'y endi. Sayohatimizni davom etamiz biz. Ketdi ana. Bularda endi salafan paketi yo'q-ku. Buni nimaga solib beray deyapti. Mana qanday solmoqchi edim. This one pocket no? No. I just prepared it. Yeah. Yerda turgan qog'oz qopmi bu? Nima bu? Piyoz qopmi? Nimagadir solib bermoqchi. Okay. Bo'lmasa mashina ustiga solsam, mana keks olmoqchi edim. Okay. Xo'p. Yog'lik pirashkaga o'xshash tuxum aralashtirib pishirilgan qandaydir what is this name? Mandazi derkan. Unda mandazi bilan keks. Yana bir hotel. Ozgina kichkina hotelcha. Kirish eshigi mana panjara bilan to'silgan.